Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz va ularning farzandlari. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Iyul oyida pul olish, pensiya to'lovlari, qo'shimcha nafaqalar va kompensatsiyalar bo'yicha ulgurib bajarish kerak bo'lgan 5 ta ish haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir pensionerga tegishli bo'lishi mumkin. Chunki bitta hujjat kechiksa, bitta ariza yozilmasa yoki bitta ma'lumot yangilanmasa, odam o'ziga tegishli pulni vaqtida ololmay qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men har bir bandni oddiy tilda, real hayotdagi misollar bilan tushuntiraman. Kim bo'lishi kerak, kim xavotir olmasa bo'ladi, qaysi joyga murojaat qilish kerak, qanday hujjatlarni tayyorlash kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilgan odam o'z pulini himoya qiladi. Bilmagan odam esa ko'pincha keyin boraman deb imkoniyatni qo'ldan chiqaradi. Oldin ko'p masalalar qog'oz hujjat bilan hal bo'lardi. Pensioner pensiya bo'limiga borar, pasportini ko'rsatar, ma'lumotnoma olib kelar, ariza yozar, keyin navbat kutar edi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Yashash manzili, bank kartasi, pasport ma'lumoti, nogironlik holati, oilaviy tarkib, mehnat staji, hatto ba'zi imtiyozlar ham tizim orqali ko'rinadi. Bu yaxshi tomoni, odam har doim ham bir dunyo qog'oz ko'tarib yurmaydi. Lekin xavfli tomoni ham bor. Agar bazadagi ma'lumot eskirgan bo'lsa, bank kartasi ishlamasa, pasport almashtirilgan bo'lsa, yashash joyi o'zgargan bo'lsa yoki telefon raqam bog'lanmagan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Ayrim pensionerlar men pensiyaga chiqqanman, endi hammasi avtomatik kelaveradi deb o'ylaydi. Ha, ko'p hollarda avtomatik keladi, lekin hamma holatda emas. Iyul oyida ayniqsa e'tiborli bo'lish kerak. Chunki yilning ikkinchi yarmi boshlanadi. Ko'p oilalarda kommunal to'lovlar, dori-darmon, davolanish, farzandlar yoki nevaralarga yordam berish xarajatlari ko'payadi. Shu paytda pensioner o'zining asosiy pensiyasini, qo'shimcha to'lovini, kompensatsiyasini yoki ijtimoiy yordam imkoniyatini boy bermasligi kerak. Men birinchi navbatda hammaga bank kartasini tekshirishni maslahat beraman. Chunki pensiya tayinlangan bo'lsa ham, pul tushadigan, karta muddati tugagan bo'lsa, bloklangan bo'lsa, karta boshqa bankka almashtirilgan bo'lsa yoki hisob raqam noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, pul vaqtida ko'rinmaydi. Odam esa darrov pensiyamni bermayapti deb o'ylaydi. Aslida muammo pensiya bo'limida emas, to'lov kanalida bo'lishi mumkin. Masalan, Toshkent viloyatida yashaydigan 17 yoshli opa pensiyasini har oy kartadan oladi. Karta muddati iyun oxirida tugagan. Opa buni sezmagan. Chunki kartaning old tomonidagi sanaga e'tibor bermagan. Iyulda pensiya keladigan kuni pul tushmagan. U pensiya bo'limiga boradi, u yerda to'lov jo'natilgani aytiladi. Keyin bankka borganda karta amal qilish muddati tugagani ma'lum bo'ladi. Natijada pul bor, lekin undan foydalanish uchun kartani yangilash kerak bo'ladi. Agar u buni oldindan tekshirganda iyul boshida muammosiz pulini olardi. Yana bir misol, pensioner otaxon eski telefon raqamini bank kartasiga bog'lab qo'ygan. Keyin raqam ishlamay qolgan. Bank ilovasiga kira olmaydi. SMS kelmaydi. Pul tushganini ham bilmaydi. Do'konda karta bilan to'lamoqchi bo'ladi. Parol kerak bo'ladi. Lekin tasdiqlash kodi eski raqamga ketadi. Shu sababli men har bir pensionerga yoki uning farzandlariga aytaman. Iyulda bankka boring yoki bankning rasmiy aloqa markaziga murojaat qiling. Karta faolmi? Muddat qachongacha? Telefon raqam to'g'rimi? Hisob raqam pensiya to'lovlar uchun ochiqmi? Shularni tekshiring. Agar siz pensiyani naqd pul shaklida olsangiz ham befarq bo'lmang. Ba'zi hududlarda yetkazib berish jadvali o'zgarishi, pochta yoki to'lov mas'ullari bilan bog'liq tartiblar yangilanishi mumkin. Siz o'z hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limi, mahalla mas'uli yoki pochta bo'limidan iyul oyi to'lov sanasini aniqlab qo'ying. Har doim 10 kuni kelardi degan odatga tayanib qolmang. Bir oyda bayram, dam olish kunlari yoki texnik sabablar bo'lsa, sana silinishi mumkin. Kim xavotir olishi kerak? Karta muddati iyul, avgust yoki sentyabrda tugaydiganlar, pasportini yaqinda almashtirganlar, bankni o'zgartirganlar, telefon raqamini almashtirganlar, uzoq vaqt kartadan foydalanmaganlar. Kim unchalik xavotir olmasa bo'ladi? Kartasi yangi, har oy pul muammosiz tushayotgan, bank SMSlari kelayotgan, pasport va telefon ma'lumotlari bir xil bo'lgan pensionerlar. Lekin shunda ham bir marta tekshirgan zarar qilmaydi. Ikkinchi muhim masala, shaxsiy ma'lumotlar. Men ko'p marta ko'rganman, pensioner ID karta oladi.
Lekin pensiya to'lovlari bo'yicha eski pasport ma'lumotlari qolib ketgan bo'ladi. Yoki odam bir tumandan boshqa tumanga ko'chadi. Lekin pensiya hujjatlaridagi manzil eski joyda turadi. Keyin biror qo'shimcha to'lov, tekshiruv, xat, chaqiruv yoki ma'lumotnoma kerak bo'lsa, muammo boshlanadi. Masalan, 2 yoshli otaxon Qashqadaryodan Samarqandga farzandinikiga ko'chib o'tgan. Doimiy ro'yxat masalasi vaqtida hal qilinmagan. Pensiya eski tuman bo'yicha yurib turibdi. Odatdagi pensiya tushishi mumkin, lekin ijtimoiy yordam, mahalla orqali beriladigan yordam, kommunal kompensatsiya yoki boshqa qo'shimcha masalada u qaysi hududga tegishli ekanini aniqlash qiyinlashadi. Bir idora siz bizning ro'yxatda emassiz deydi. Boshqasi siz hali eski joydasiz deydi. Odam esa yo'l yuradi, vaqt yo'qotadi, asabiylashadi. Shuning uchun iyulda albatta shuni tekshiring. Sizning pasport yoki ID kartangizdagi familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSH raqami, yashash manzili pensiya tizimidagi ma'lumotlar bilan mosmi. Buni pensiya jamg'armasi tuman bo'limida, davlat xizmatlari markazida yoki mahalla orqali aniqlashtirish mumkin. Agar farzandlaringiz elektron xizmatlardan foydalana olsa, ular ham sizga yordam berishi mumkin. Lekin rasmiy ariza va tasdiq kerak bo'ladigan holatda pensionerning o'zi yoki ishonchnoma bilan vakili qatnashishi kerak bo'ladi. Bu yerda bitta nozik jihat bor. Ba'zi odamlar mening pensiyam tushyapti-ku, demak hammasi joyida deydi. Lekin asosiy pensiya tushayotgani hamma qo'shimcha ma'lumotlar mukammal degani emas. Masalan, pensiya kartaga kelaveradi. Lekin sizga bir martalik yordam yoki davolanish uchun moddiy yordam kerak bo'lganda manzil noto'g'ri chiqishi mumkin. Yoki biror imtiyozga ariza berganingizda tizim sizni boshqa hududda ko'rsatishi mumkin. Mana shunday holatlar oldini olish uchun iyulda ma'lumotlarni tartibga keltirib qo'yish kerak. Agar pasportingizni yo'qotgan bo'lsangiz, muddati o'tgan bo'lsa yoki ID kartaga o'tgan bo'lsangiz, eski hujjat bilan yurishni davom ettirmang. Avval ichki ishlar organlari yoki davlat xizmatlari markazi orqali shaxsni tasdiqlovchi hujjatni tartibga keltiring. Keyin pensiya bo'limiga borib, yangi hujjat ma'lumotlarini ko'rsatib, bazada yangilanishini so'rang. Ariza yozishda pensiya to'lovlarim va shaxsiy ma'lumotlarim yangi ID karta ma'lumotlariga muvofiqlashtirilsin deb aniq yozish mumkin. 3-masala juda muhim. Ko'p pensionerlar o'ziga tegishli qo'shimcha to'lovlar borligini bilmaydi. Men bu yerda aniq bitta summani aytib, hamma uchun bir xil deb ko'rsatmayman. Chunki miqdorlar qonunchilik, hudud, toifa va shaxsiy holatga qarab farq qiladi. Lekin qoida bitta. Agar sizning holatingiz o'zgargan bo'lsa, siz qo'shimcha ustama yoki yordamga haqli bo'lishingiz mumkin. Kimlar tekshirish kerak? Nogironlik guruhi belgilangan yoki o'zgargan pensionerlar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar, yolg'iz yashovchi keksalar, parvarishga muhtoj shaxslar, urush va mehnat fronti bilan bog'liq maqomga ega fuqarolar, kam ta'minlangan oilada yashayotgan pensionerlar, kommunal xarajatlari og'ir bo'lganlar, davolanish uchun muntazam dori oladiganlar. Bu toifalarning har birida alohida tartib bo'lishi mumkin. Shuning uchun menga baribir hech narsa chiqmaydi deb o'zingizni ro'yxatdan chiqarib tashlamang. Real misol keltiraman. Bir pensioner 1 million 200 ming so'm atrofida pensiya oladi deylik. U yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda doimiy daromadi. Faqat pensiya. U kommunal to'lovlar va dori-darmonga oyiga 500 ming so'mdan ko'proq sarflaydi. Agar u mahallaga murojaat qilmasa, uning ahvoli rasmiy tizimda to'liq ko'rinmasligi mumkin. Lekin u mahalla fuqarolar yig'iniga borib, yashash holatini tushuntirsa, kerakli hujjatlarni topshirsa, ijtimoiy yordam, moddiy yordam yoki boshqa ko'mak masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Yana bir misol. Otaxon pensiyaga chiqqandan keyin sog'lig'i yomonlashgan, tibbiy komissiyadan o'tib nogironlik guruhi belgilangan. Lekin u pensiya bo'limiga bu haqda vaqtida xabar bermagan. Natijada asosiy pensiya davom etgan, ammo nogironlik bilan bog'liq qo'shimcha masalalar kechikkan. Agar hujjat topshirish o'z vaqtida bo'lsa, ayrim to'lovlar belgilangan sanadan hisoblanishi mumkin. Lekin kechikish ko'pincha ortiqcha yugur, qayta tekshiruv va hujjat talabini keltirib chiqaradi. Iyulda nima qilish kerak? O'zingizning holatingizni yozib chiqing. Men yolg'iz yashaymanmi? Nogironlik hujjatim bormi? Parvarishga muhtojmanmi? Rasmiy daromadim faqat pensiyami? Uy joyimda kimlar ro'yxatda turibdi? Kommunal to'lovlarim qancha? Davolanish xarajatlarim bormi? Keyin shu ro'yxat bilan mahallaga yoki
pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Savolni umumiy bermang. Menga biror narsa bormi desangiz, javob ham umumiy bo'lishi mumkin. Aniq so'rang. Men yolg'iz yashovchi pensionerman. Qo'shimcha yordam yoki ustama olish huquqim bormi? Nogironlik hujjatim bor. Pensiyamga ta'sir qiladimi? Dori-darmon xarajatlari bo'yicha yordam olish tartibi qanday? 4-band ko'pchilik uchun katta ahamiyatga ega. Pensiya miqdori to'g'ri hisoblanganmi yoki yo'qmi? Men buni har oy shubha qilish kerak demayman. Lekin agar siz pensiyaga chiqqanda ish stajingiz to'liq kiritilmagan bo'lsa, arxiv ma'lumotlari topilmagan bo'lsa, sobiq korxona yopilib ketgan bo'lsa, mehnat daftarchasida yozuvlar noaniq bo'lsa, siz pensiya hisobini qayta tekshirtirishingiz kerak. Oldin ko'p odamlar zavod, kolxoz, maktab, shifoxona, qurilish tashkiloti, savdo korxonalarida ishlagan. Ba'zi korxonalar allaqachon yopilgan. Hujjatlar arxivga topshirilgan yoki umuman izlash talab qilinadi. Pensioner pensiyaga chiqayotganda hozircha shuncha staj chiqdi deb pensiya tayinlangan bo'lishi mumkin. Keyin arxivdan qo'shimcha ma'lumot topilsa, pensiya miqdori oshishi ehtimoli bo'ladi. Masalan, ayol kishi 25 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda faqat 19 yil tasdiqlangan. 6 yil bo'yicha korxona nomi o'zgargan, hujjat topilmagan. U bo'ldi, endi kech deb yuraveradi. Aslida arxivdan ma'lumotlar topilsa yoki sud tartibida ish staji tasdiqlansa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu har doim avtomatik bo'lmaydi. Odamning o'zi ariza berishi, hujjatlarni ilova qilishi, qaysi davrni hisobga olish kerakligini ko'rsatishi lozim. Yana bir misol, otaxon 1990 yillarda yuqori maosh olgan, lekin maosh ma'lumotlari to'liq kiritilmagan. Pensiya tayinlashda o'rtacha ish haqi noto'g'ri yoki kamroq davr bo'yicha olingan bo'lishi mumkin. Agar u eski ish joyidan yoki arxivdan ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma olib kelsa, pensiya qayta hisoblanishiga asos bo'lishi mumkin. Albatta, bu har bir holatda alohida tekshiriladi, lekin tekshirtilmagan odam buni hech qachon bilmaydi. Iyul oyida nima qilish kerak? Uyda bor hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, eski buyruq nusxalari, ishga qabul qilish va ishdan bo'shash ma'lumotlari, harbiy xizmat hujjatlari, tug'ruq ta'tili yoki bola parvarishi bilan bog'liq hujjatlar, diplom yoki o'qish davri haqidagi ma'lumotlar, eski ish haqi ma'lumotnomalari, hujjatlarni papkaga solib, nusxa tayyorlab qo'ying. Pensiya bo'limiga borganda pensiyam kam deb emas. Mana shu davrlar pensiya hisobimga kiritilganmi? Iltimos tekshirib bering deb aniq murojaat qiling. Agar sizda arxivga murojaat qilish kerak bo'lsa, arizada korxona nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, taxminiy manzil, korxona keyinchalik qanday nomlanganini yozing. Masalan, 1994 yildan 1991 yilgacha falon korxonada tikuvchi bo'lib ishlaganman. Ish stajimni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman. Qanchalik aniq yozsangiz, topish imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi. 5-ish hammasini bog'lab turadi, arizani vaqtida berish. Ko'p odam xatoni shu yerda qiladi. U masalani biladi, hujjati bor, haqli bo'lish ham mumkin, lekin ertaga boraman, oy oxirida ko'raman. Farzandim kelganda qilaman deb yuradi. Natijada oy tugaydi, keyingi oyga qoladi. Ba'zi to'lovlar esa murojaat sanasidan boshlab ko'rib chiqiladi. Men har doim shuni aytaman, pul bilan bog'liq masalada og'zaki gap yetarli emas. Siz albatta ariza yozing yoki rasmiy murojaat qoldiring. Mahallaga borsangiz, murojaatingiz ro'yxatga olinganini so'rang. Pensiya bo'limiga borsangiz, arizangiz qabul qilingan sanani biling. Davlat xizmatlari markazida xizmatdan foydalansangiz, kvitansiya yoki ariza raqamini saqlab qo'ying. Telefon orqali maslahat olish yaxshi, lekin rasmiy natija uchun ko'pincha yozma murojaat zarur bo'ladi. Masalan, pensioner iyulning 5 kuni yordam so'rab mahallaga og'zaki aytdi, lekin ariza yozmadi. Keyin iyul oxirida men aytgandim-ku deydi. Mas'ul xodim almashgan bo'lishi mumkin, esdan chiqishi mumkin, hujjat yig'ilmagan bo'lishi mumkin. Natijada masala avgustga o'tadi. Agar u 5 iyulning o'zida ariza yozganda, ko'rib chiqish muddati ham o'sha kundan boshlanardi. Arizada nima yozish kerak? Juda murakkab yozish shart emas. Ism, familiyangiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, muammo yoki so'rovingizni aniq ko'rsating. Masalan, men yoshga doir pensiya oluvchi fuqaroman. Bank kartam o'zgargani sababli pensiya to'lovlarim yangi hisob raqamga yo'naltirilishini so'rayman. Yoki ish stajimning 1997-1993 yillar oralig'idagi davri pensiya hisobimga kiritilgan-kiritilmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Yoki
yolg'iz yashovchi pensiyar sifatida ijtimoiy yordam olish imkoniyatimni ko'rib chiqishingizni so'rayman. Endi juda muhim istisnolar va nozik tomonlarni aytaman. Birinchisi, hamma pensiyalarga bir xil pul beriladi degan gap noto'g'ri. Pensiya miqdori, ish staji, ish haqi, pensiya turi belgilangan toifa, qo'shimcha imtiyozlar va qonunchilikdagi tartiblarga qarab farq qiladi. Shuning uchun qo'shningiz 2 million olsa, siz 20 million 500 ming olsangiz, bu darhol xato degani emas. Lekin farq sababini bilishga haqlisiz. Ikkinchisi, farzandlari bor pensioni avtomatik ravishda yordam ololmaydi degan gap ham har doim to'g'ri emas. Oilaviy ahvol va daromadlar hisobga olinadi. Lekin hayotda turli holatlar bo'ladi. Farzand boshqa hududda yashashi, o'zi kam ta'minlangan bo'lishi, nogiron farzandi bo'lishi, pensioni real holatda yolg'iz yashashi mumkin. Shuning uchun mahallada vaziyatni hujjat bilan tushuntirish kerak. Uchinchisi, bir marta rad etishdi. Demak, boshqa murojaat qilmayman degan qaror ham noto'g'ri. Rad etish sababi nima bo'lganini biling. Hujjat yetishmaganmi? Daromad mezoni to'g'ri kelmaganmi? Manzil noto'g'rimi? Ariza noto'g'ri joyga berilganmi? Sababni bilsangiz, uni tuzatish mumkin. Sababni bilmasangiz, odam faqat ranjib yuradi, masala esa joyida qoladi. To'rtinchisi, ishonchnoma masalasi. Agar pensionerning o'zi yura olmasa, farzandi yoki yaqin qarindoshi uning nomidan hamma ishni o'zicha qila olmaydi. Bank, pensiya bo'limi yoki davlat idorasi ko'pincha qonuniy vakolat talab qiladi. Buning uchun notarial ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar pensioner yotib qolgan, kasal yoki harakatlana olmaydigan bo'lsa, bu masalani oldindan hal qiling. Aks holda pul bor, huquq bor, lekin hujjat yo'qligi sababli olish qiyinlashadi. Beshinchisi, hujjatlarning asl nusxasini begona odamga berib yubormang. Pasport, ID karta, bank kartasi, PIN kod, SMS kod, pensiya hujjatlari juda muhim. Hech kimga telefon orqali karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod aytmang. Pensiyangizga qo'shimcha pul tushirib beramiz deb qo'ng'iroq qiladigan firibgarlar bo'lishi mumkin. Rasmiy idora hech qachon sizdan bank kartangizning maxfiy kodini so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, o'chirib qo'ying va farzandlaringiz yoki bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. Endi men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, bugunoq bank kartangizni tekshiring. Karta muddati, blok holati, SMS xabarnoma. Telefon raqam, hisob raqam to'g'riligini aniqlang. Agar karta muddati tugayotgan bo'lsa, bankka borib yangilang. Yangi karta ochsangiz, pensiya to'lovlari yangi hisobga tushishi uchun kerakli tartibni so'rang. Ikkinchi qadam, pasport yoki ID kartangizni yashash manzilingizni tekshiring. Agar yaqinda hujjat almashtirgan bo'lsangiz, pensiya tizimidagi ma'lumotlar ham yangilanganiga ishonch hosil qiling. Buning uchun tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta, eski hujjat bo'lsa, uning nusxasi, pensiya daftarchasi yoki pensiya to'loviga oid ma'lumotlarni oling. Uchinchi qadam, imtiyoz va qo'shimcha to'lov bo'yicha o'zingizni tekshiring. Agar yolg'iz yashasangiz, nogironlik bo'lsa, parvarishga muhtoj bo'lsangiz, daromadingiz juda kam bo'lsa, davolanish xarajatlaringiz ko'p bo'lsa, mahallaga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya miqdorini tasdiqlovchi ma'lumot, kommunal to'lov kvitansiyalari, tibbiy hujjatlar, nogironlik ma'lumotnomasi bo'lsa, shularni olib boring. To'rtinchi qadam, ish staji va pensiya hisobini qayta ko'rib chiqish imkoniyatini tekshiring. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, eski ish joyi hujjatlari, harbiy xizmat, o'qish yoki boshqa davrlarni tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ing. Pensiya bo'limiga borib, qaysi yillar hisobga olinganini so'rang. Agar biror davr kiritilmagan bo'lsa, uni tasdiqlash yo'lini aniqlang. Beshinchi qadam, iyul oxirigacha ariza bering. Faqat og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Har bir murojaat uchun sana ariza raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi bo'lsin. Hujjat topshirganda nusxasini o'zingizda qoldiring. Agar javob berish muddati aytilsa, yozib oling. Agar rad javobi bo'lsa, rad etish sababini yozma yoki aniq tushuntirish bilan so'rang. Men yana bir amaliy maslahat beraman. Farzandlar, sizlar ham ota-onangizga yordam bering. Ko'p pensionerlar bank, elektron tizim, ariza, davlat xizmatlari markazi degan narsalarda qiynaladi. Ular huquqini bilmasligi mumkin. Navbatda turishga charchashi mumkin. Lekin siz bir kun vaqt ajratsangiz, ota-onangizning bir necha oylik pul masalasini tartibga keltirib berishingiz mumkin. Bu faqat moddiy yordam emas, bu ularning tinchligi va ishonchi uchun ham muhim.
Hurmatli tomoshabinlar, iyul oyida pul olish va pensiya masalalarida eng muhim 5 ish mana shular. Bank kartasini tekshirish, pasport va manzil ma'lumotlarini yangilash, qo'shimcha to'lov va imtiyozlarga haqlilikni aniqlash, ish staji va pensiya hisobini qayta tekshirtirish hamda barcha murojaatlarni vaqtida ariza bilan rasmiylashtirish. Bu ishlar murakkab ko'rinishi mumkin, lekin har birini tartib bilan qilsangiz, o'zingizga tegishli pul va huquqlarni himoya qilasiz. Men ekspert sifatida sizga shuni aytaman. Pensioner uchun eng xavfli narsa bexabarlik va kechiktirishdir. Keyin boraman degan gap ba'zan bir oy, ba'zan bir necha oy pul kechikishiga olib keladi. Shuning uchun iyul tugamasdan harakat qiling, hujjatlaringizni tekshiring, kerakli joyga boring, ariza yozing, savol bering va javobni talab qiling. Sizda shunday holat bo'lganmi? Pensiya kechikkanmi? Karta ishlamay qolganmi? Ish stajingiz hisobga olinmagan yoki qo'shimcha yordam olganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa pensionerlar uchun juda zarur.